Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga men nihoyatda qadrlik degan hikoyani o'qib beraman. Men nihoyatda qadrlik. Mening ismim Qudrat. Bu yil 6 yoshga kirdim. Men bir zamonlarda timog'imni o'zlolmaydigan, kiyimlarimni o'zim kiyolmaydigan kichik bir boboq edim. Anam her daim bana, "Oğlum, sen bek to'yimlik, bek qadrlik" deydi. Şundaq, mən həqiqətən qadirlik. Çünki məndən bu dünyada faqatla bir sıla var. Heç kimin barmaq izi mənim barmaq izimə oxşamaydı. Mana, əmdi mən çoğ boldum. Özümün hacətlərdən özüm çıxalmaydıgan boldum. Allah Teala bana bir cüp göz, bir cüp kulaq ve bir burun ata qılğan. Yenə tıxı faqat mənimlə təvə bolğan, başqa hər qandaq kişi tutsa yoki görsə olmaydigan xüsusi əzalarım var. Oğlum kiçik vaxtıda kiyim-kechaklarni faqat mənlə almashtırıb qoyman. Ruxsat bergan kishilardan boshqa hech kim kiyim-kechaklarni almashtirib qo'ysa bo'lmaydi. Oğlum, sen nihoyatda qadrlik. Sening butun badaning faqat va faqat singlim tava. Sening butun badaning faqat sening xususiy a'zolaringni hech kim tutsa yoki ko'rsa bo'lmaydi. Men cho'ng bo'ldim. Men cho'ng bo'lib yurishni o'rgandim. Mana hozir o'zim mustaqil yo'lalayman. Mana men endi bilim ilish uchun maktabga borman. Maktabga hayoti to'liq ko'ngillik. Men maktabga do'stlarim bilan sakrab taqlab ijil inoq o'ynayman. Men bir kuni maktabdan qaytib kelib, onamga maktabga yuz bergan bir ishni so'zlab berdim. Ana, bugün maktabda bir saboqdoshim Oyshaxonga o'zi bilan birga kirishni aytdi. Biroq men darhol sizni qilgan nasihatingizni esladim-da unga qat'iy birga kelsak bo'lmaydi. Bu degan cho'ng bir xatolik dedim. Anam bu ishni to'g'ri qilganligini pek xushal bo'lib meni mukofotladi. Shu vaqtda maktabda o'rgangan naqshamni azlab vajishib o'qib ketdim. Tüm bedenim menimki. Men nihoyatda qadrlik, a'zolarim menimki. Tutman ko'rman chekliklik. Xo'sh.